Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin inshaalloh. Yaxshi yuribsizlarmi? Xudo xolasa bismillah deb taladan через Avstriya Germaniyaga qarab yo'l tortdik azizlar. Hozirgi mana shu avtobahn trassamiz A22. Shofyorlarning ayni sabrini sinaydigan avtobahn bo'ladi. Mana xato ish qilyapti. Avgonga chiqyapti. Bu yo'lda avgonga chiqish xatolik hisoblanadi. Politsiyskiy juda ham yomon ishtirok qiladi. Juda. Shuning uchun aytaman, bu avtobanda avgon mumkin emas. Hozir ikkita polasa. Furalarga, gruzovoylarga umuman avgon mumkin emas. Faqatgina avgon qilish mumkin agar oldingizda gabaritli mashina 60 ketayotgan bo'lsa, o'shani avgon qilib o'tish mumkin. Yevropa xalqi juda ham bir dehqon bo'ladi. Qaraylar, uzumlarini, toqlarini qanaqa qilib qo'yishgan. Bu joyning havosi juda ham toza havo. Juda yozgi kuni salqin bo'ladi. O'shani hisobiga bu joyda uzum bilan olmani shunaqa chiroyli qilib ekishadi. Ilojiz. Mana shunaqa azizlar. Inshaalloh Xudo xolasa mana shu tog'larni kesib o'tamiz. Va narigi beta Avstriya. Avstriyadan bir 50 kilometr yurib o'tamiz, bu yog'i Germaniya. Bu avtobahn A22 degan avtobahn bo'ladi. Eng opasli avtobahn. Bu joyda avgon umuman mumkin emas. Bizda O'zbekistonda sovuq qish, bu joyda -10, -11 shunaqa. Mana shu joydan yurmaganimga ham 7 oydan 6 oy aniq bo'ldi. Bu yo'nalishda yurmaganimizga. Joninglar sog' bo'lsin, barchaga yaxshi kayfiyat. Xudo xolasa mana yana bir 100 kilometrdagi Avstriyaga kiramiz. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin.